Hoca aka, nima deyapti bu eshiklarimiz? Ovozini bitta eshitdingchi buni. Bosib yuborasizmi hoja aka? Eshiklarimiz qalay chiqibdi? 2025-yildagi trenddagi eshiklarimizdan biri petlalari, zamoylari tushibdimi? Zamoylarimiz ham tillarangdan bo'ldi. O'yilishlari ham ideal holatda. Zamogimiz nomi brend ekan. Tillarangga tushirdik eshikni. Bu obyektimizga 4 ta dona eshik qo'ydik. Oldi nalichka, orqasi daborlari bilan eshigimiz orqa taraflari idealniy holatda. Mana sanuzelni ichki qismi ham kichkinagina tambur bo'ldi. Gradislari 45 kesildi. Ochilib yopilishlari imtalanib eshigi qanaqa ochiladi? Xuddi shu ahvol. Bitta. Mana ikkinchi eshigimiz. Uchinchisi. Mana to'rtinchisi. Hammasini orqa taraflari dabori bilan hammasi yotoqxona bular. Eshigimiz idealniy holatda qo'yildi. Kimga shunaqa sifatli eshik, sifatli ustanovkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mehnatimiz agar like ko'rsa, bitta donadan tirs etib like turib ketasizlar. Salomat bo'lasizlar, joningiz omon bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.